Bugun Costco'ga borib olgan narsalarimni sizlarga raspakovka qilaman. Mana shunaqa popkorn oldik. Costco'dan, keyin Costco'da shunaqa tayyor ovqatlar ham sotadi. Bu tovuqli shashlichalar, bunaqa sousli, rosa shirin. Menga yoqadi. Keyin tuxumda ham juda ham katta объемda sotadi. Keyin mana shunaqa grechеский yogurtlardan oldik. Doim Costco'ga borganda pista olamiz. Pistalar amerikaniki, rosa ham mazali, tuzligi hamda tuzsizi bor. Keyin shunaqa tovuqda grudkalarni ham tayyor pishirilgan shunaqa pripravalari borini sotadi. Keyin xo'jayinim shunaqa proteinlarni yaxshi ko'radi, qonni ochganda yeb olgani, shunaqa protein oldik. Keyin shunaqa ichadigan suyuq yogurt, tokki va maqanot. Unda bir yo'la bitta korobkada oldik. Hammasi bo'lib shu narsalar o'zbek so'miga где-то 2,5 million bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar, arziydimi? Shunaqa tuna ham oldik.